Oyi, bitta tishlak. O'zi tishlog'ingni yeyapman. Ha, tishlog'im o'zim yegim kelib ketdi. Rahmat. Nima ichasiz, soya? Kecha salladan qolgan ovqatni yeb, zaharlanib o'tiribman. Oshqozonim hazm qilmayapti. Hazm bo'lsin deb ichyapman. Mana bitta ichi. Voy, ota-onang bo'lsa, og'zi burni bo'lmasin ekan. Ol, ich. Voy, noyme. Oyim, mana bul. Rahmat. Rahmat. Messi. Alo. Nima qilyapsan? Ha, yemay tashlab ketdingiz-ku, yedim. Ne? O'rtog'im taklifnoma bergani kelgan ekan, shuni olib chiqdim xolos. Chiqib yemoqchi edim. Voy, endi yemay shuni tashlab ketdingiz deb isrof bo'lmasin deb yeb qo'ydim-da. Qayga ketyapsizda? Restoranga borib ovqatlanib kelay. Mana ham boring. O'zing mendan oldin yeb bo'lgansan. Endi meni ham ovqatimni yeb qo'yding. Yana nima yemoqchisan? Ha, bo'pti, qolganini olib keling, xonmi? O'zimdan qolganini yana sabr qilib senga isrof bo'lmasin deb olib kelaman va o'sha yerdagi nechta odamdan ovqat qolgan bo'lsa, hammasidan isrof bo'lmasin deb senga olib kelaman. Sen to'y.